Hakikaten dediğinizdek NATO'nunki ahırkı hulası nemesi değil mi? Birlikte hem de o NATO'nunki. İran'dan hiçbir şekilde bu yadro koralga iyi bulmaslıkı ittifakı geldi hem de. Hemmesi birlikte. Trump'a mesela şu Mark Rutte bilen ötküzgen söhbeti de mesela bu nurgun gaplarni qildi hamda gaplarining ichida masalan biz İran'dan o narsani yo'qotdik, kemalarning hammasini yo'qotdik, dengizning ostiga ko'mbatdik, nurg'un qurollarni yo'q qilyotdik, mana shu kunning ichida belni sundirdik, uni qildik, buni qildik. Va bundan keyingi bosqichda men ham hozir o'sha butun xalqqa bevosita chetiladigan masalalarni urishimiz mumkin deb muxbirlarning savollariga bergan javobida ham dengiz suyunu ichimlik suyuga aylantiradigan ta'sislar, uning keyin elektrik stansiyalari, buni hammasini bir tilga oldi. Hattoki dediki masalan biz ularni shundoq kameralar bilan ko'zlayapmizki, İranning aşağı jinoza uchun bir qancha kun to'xtab turganligini diniy lider uchun bo'lgan. Bunimi deb nurg'un insonni o'ldirgan bir son jinozasini quvvatida u bo'ldi degan shaklda so'z qilib, bu rehberlerini biz şundak kameralarımız bilan uzayda şu neymisini emradın küzdüvatımız ularning meydisideki kartda yozilgan ismini o'qalaymiz. Ashundoq aslihalarga qurolga egimiz va biz xohlagan vaqtida urishi mumkin degan shaklda iboratlarni ishlatdi. Sizce buni tahdid uchun dedimi? Sen shunchalar kuchga ega bo'lsang, ilgirmasan, shuncha urush qilding, oxiri nurg'un bedel to'lashga rozi bo'lib sen ma'qul degan taomda urushni to'xtatib 60 kundan ichida uni qilamiz, buni qilamiz deb. Yoki buni propoz qilib dedimi sizcha, yoki haqiqatan shunday kuchi bormi? Agar Iranni shunday qila olsa, boshqa Xitoylarni shunday qila oladi degan gapda hamda bu. To'g'ri, bu Trumpniki ba'zi gaplari hammasi rost emas. Agar rost bo'lgan bo'lsa, İran bu Amerikaga qarshi şu drone bilan, roket bilan uramasdi. Demek ki uralgan qarg'anchaqda texi ba'zi narsalarni belini sundagan emas. Ama İran'ınki harbiy kiyimlari chiqolmayotdi. Ko'pi dengizning ostida qoldi. Deniz ustida qolganlarmi jangga kiramayotdi, chunki Amerikanınki nima kiyimlar bilan urushamaydi. O to'g'ri. Ama İran'ınki hava sahasındaki kontrolünü Amerika tam kontrol kılamaganlığını gösteriyordu. Çünkü Amerika'nınki bayağı digen şu Körfez'deki Arap devletlerdeki bazılarını, Amerika bazılarını urvadı hazırlıca. Şununla kargancada bu hava bu sahadaki kontrolünü alamagandek durdu. Hoş. Bu Amerika mı, şu Ukrayna'ya okşaş, şu drone bile alanın drone veya olan İran'ınki roketke karşı bir cemle kılış lazım. Ama Amerika tarafından göremedik bunu. Çünkü aslında oyu yok okşaydı. Hazırki başkuruş heyetininki kalısının için. Bazı canlı şu komutanların, en çok komutanlarının beşideki plan bile ve düşüncesi bile münasebetli. Bunu toluqlamagan vaqtida bu İran'ınki bu havadan vurduğun gücünü yoxlamaydı. Yani birisi bu hemimiz bunu gördük. Candan evvel İran'da bir neçe yıl boyunca nurgun namayişler bulup şu Molla rejimini yıqtaylıdep, özgertaylıdep namayişler kıldı, bedel ödügen oldu, ölgenler nurgun adamlar oldu. Bu yaman oldu, anda bunda da düşendi, dünyanın şunda düşendi. Ama bu cang başlığından kinla, elki nime namayiş kıldıganlar o bula hemmisi cim tutdu. Amerika ve İsrail şu İran'daki Kürt koşumlarını kuralını ipla isyan bayrağını götürülen oldu dedi. Ulamıkamadı. Hemmisi cim turub aldı. Yani hükümetke karşı gruplar hemmisi cim bolup aldı. Bir yerde bir nezne Amerika taraf oylaşmağa olsaydı. Çünkü sırtta bir düşman kelgencada işçide birbirisi bilen ziddiyet yaki
düşmanlıq bo'lib qolgan odamlar sirtdagi dushman qarshi birlashadi yoki jim bo'lib oladi. Xo'sh. Hamda bu jang başlagan hamatlar endi qo'zg'algan bo'ldi. Qo'zg'alinglar, endi bu fursat kelmaydi. O bu deb Trump o gapni dedi İran xalqiga. O gapni degandan keyin texmi chiqmaydigan bo'lib qoldi. Chunki tarixda xoin deb hamga urildi. Xo'sh. Bunda ishni maxfiy qilish lozim. Yani CIA'ga tashlab berish lozim, Mossadga tashlab berish lozim. CIA'ning Mossad'ningki nimaları, bu şpiyonları İran'da var. Onunla kısa buldu ama uç kaşkar değil bulmaydı. Ama diğerden ki İran'da cimikidi ve İran'la ebeki diyen belini sunduramıgaşka, aslında sundadım deydi o. Xo'sh. Sunduramıgaşka Mollalarının ki rejimi tekimi sağlam buldu. Tekimi güçlük oldu. Bu nima deganda dünyanın en çoğun devlet harbiy gücü meni yengemedi. Meni yengemegechke men kutib oldim. Men kutqachqa men en çoğun, men en güçlü, men diktatör. Xo'sh. Deb endi o bayağı sizme misal verdiniz. Her kanda düşman, burun namoyish chiqqan o ulan hammani yo'qotishga tirishdi endi. Xo'sh. Öldürdü endi. Turmaga tashlaydi. Ve İran'ı Xitoydan 100 tonlaydigan o kameralarni ochiga to'shqizib qo'ygan gap. Ve hamma shu namoyishchi hukumat molla rejimiga qarshi chiqadigan guruhlar hammasininki ishchi olsun, tashkilot olsun, hammasininki arxivlari tayyor bo'lib bo'ldi. Birdan hamda ularni yo'qotishga tirishdi. Bu elektronik teknolojiga kelsak, to'g'ri, yani İran'ın teknolojisi texi kuchli bo'lmag'achqa ve bu xil elektronik veya dijital teknolojiler Xitoydan keldi. Eğer de Xitoyning bu texnologiyaga sen ega bo'lsang, sen İran'ninki o sistemga kiralaysan. O sistem kiralagandan keyin o İran'ın çoğun başlı, kichik başlı ko'chada nerede tamak yevatamdı, nerede kit bardı, o'g'irlik, yanchukchilik, nima yomonlik qiladi da buni ko'ralaysan. Ama %100 mi? Bu natayin. Ama bunu qılalaysan. Misalga jang yeni başlagan chaqda İsrail'ninki istihbarat teşkilatı şu Tahran'ninki ning sistemga kiribdi. Kirgachga boshliqlar nerede o'tiribdi, qaysi mashinaga chiqdi, uning shofiri kim, qaysi yo'l bilan to'lib yo'lni almashtirib mamdu, to'la almashtirib. Hammani arxiviga ep bo'lgan gapga. Shuningga jang boshlagan vaqtida shu tepib urgan gap yani. Adamini, binani, uyabiyani. Xato ishlarmi bo'ldi, to'g'ri. Bir günah o'quvchilarni o'ldirgan bo'ldi. Yani demakchi bo'lganim, yani bir qism İran'ninki ahvolini shu sun'iy amrada, havo nimada, jasuslikda ba'zi shu aeroplanlar 10 ming, 15 ming metreden egiz uçup turib, İran'ninki şu nimani zeminde nima sözlü şu atkan söz nima süzüp alalaydigan teknologiyaga ega. Xo'sh. Misalga 3-4 adam oturup yapılashyapti. Etrafta hech kim yok. Sen yalğızla resimni ko'raladin, sun'iy amradan çekip ama avazını alamadın. Bu vaqtida o havoda o 10 ming, 8 mingdan keyin yuqori bulutning atrofi buludu. Yani bulutning ustida buludu degan gap. Senin onu ko'ralaydigan, uralaydigan hatta roket bo'lmasa, bu xil jasus aeroplanlar seni ashadib gaplayotgan gapingni süzüp ilishga tirishadi. Hozirgi bu sun'iy aql bilan bu süzüp ilish texmi oson bo'ldi. Misalga mening ovozimni olgan bo'lsa, buni arxivga qo'ydi. Men bir uyda meni ko'midi deyli. Men bir uyda gap qilsam,
mening ovozimdan meni tonib, butun degan gaplar maxfiy gap bo'lsa, buni ma'lollaydigan holda Amerika, to'g'ri. Ammo bunda ahvolmi bor. Yomon jiq ma'lumotlar kelib ketgandan keyin qaysi ma'lumotning to'g'ri bo'lganligini ayirmak biroz qiyin. Xo'sh. İkincisi, Amerika'da 17 istihbarat teşkilatı var. 17 teşkilatınınkiler mavi moyumki merkezdeki teşkilatka, istihbarat teşkilatka bireyli ya da mani bəmeyli deydiğen bir düşünce bu kalsa, nerede moyum emas degan narsani to'xtatib qo'yib, aslında moyum bu qolgan bo'lsa, umumiy merkezga bəmgeshga ularni analiz qiladigan bo'lsa, onun hatası buludu. Bu nimada Mossad'da mı göründü? CIA'nın ki tarihinde mi yamançık görüngen bunda ahvallar hata nim kılış. Şununla bu bayağı deginimde bir kısmı doğru, bir kısmı belki doğru emez deginim muşu hemdi.